Rossiya o'z Green kartasini taklif qilmoqda. Leningrad viloyati qonunchilik kengashi deputatlari Rossiya Davlat dumasiga yangi qonunchilik loyihasini taqdim etmoqchi. Ushbu yangi qonunchilik loyihasi maxsus lotereyani yutib olgan chet el fuqarolariga Rossiyada yashash huquqini taqdim etishni nazarda tutadi deb xabar qilmoqda Sputnik nashri. Xabarga muvofiq, Leningrad viloyati qonunchilik kengashi deputatlari Rossiya Federatsiyasidagi chet ellik fuqarolarning huquqiy maqomi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish taklifi bilan chiqishgan. Yangi loyiha eslatmasida ushbu lotereya chet elliklarning ixtiyoriy ravishda Rossiyaga ko'chib kelishiga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini belgilaydi deyilgan. Rossiya Green kartasi g'olibi xuddi AQSh Green kartasi g'olibi singari kabi kompyuter yordamida aniqlanishi ta'kidlamoqda. Lotereya g'olibiga esa Rossiyada yashash huquqini beruvchi hujjat taqdim etiladi. Loyiha mualliflariga ko'ra, lotereya o'yinida Rossiya federal hukumati tomonidan tasdiqlangan mamlakatlar aholilari ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi. Deputatlarning aytishicha, ushbu ro'yxatdan immigratsiya darajasi o'ta past bo'lgan davlatlar o'rin olishi mumkin. Tashabbus mualliflari lotereya o'yinlarini mutlaqo bepul tashkil etishni taklif qilishmoqda. Green Card o'zi nima degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, bu AQSh davlat departamenti tomonidan tashkil etilgan lotereya bo'lib, Amerikada yashashni va ishlashni xohlovchi boshqa davlat fuqarolari tomonidan onlayn ariza to'ldiriladi va g'oliblar kompyuter tasodifiy tanlovi asosida tanlanib g'olib bo'lishadi. Green Card g'olibi bo'lgan ishtirokchilar Amerikada Amerika fuqarolari bilan bir xil huquqlarga ega bo'lgan holda yashash huquqiga ega bo'lishadi. Ya'ni Amerika fuqarolari kabi yashash, ishlash va boshqa davlat xizmatlaridan foydalanishlar ko'zda tutilgan. Albatta, saylash huquqi bundan mustasno. 10 yildan oshiq Green Card asosida Amerikada yashagan boshqa davlat fuqarolari xohishlariga qarab Amerika fuqaroligini ham qabul qilishlari mumkin bo'ladi. Va shuni ham eslatib o'tamiz. Oiladan biror bir kishining Green Card g'olibi bo'lishi, g'olib bo'lgan odam o'z bilan birgalikda boshqa oila a'zolarini ham Amerikaga olib borishi mumkin bo'ladi. Rossiyada bu qarorning qabul qilinishi ham chet el fuqarolarining Rossiya fuqarosi bo'lmasdan turib, shu davlat fuqarolari kabi erkin yashash, ishlash va davlat ijtimoiy xizmatlardan foydalanish huquqiga ega bo'lish imkoniyatini yaratadi. Bu mavzu to'g'risida sizda qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda sizning savollaringizga ham batafsil javob beramiz.